Nomer 23. Bir kelib ketding. Bir kishi yozmadi, shuni yozib berib ketding. Talonga. Kim yozmagan? Tog'a. Brigadir tog'a. Qarang, 4 kishi, 5 kishimi? Adashmasam yozmadimi bilmayman. Adashmasam yozmadi. Amin tog'a yozmaydi-ku. Tog'a o'zi aytdi, o'zi yozib ketadi. Avvora qilib berasizmi yosh bitta? Ha? Avvora qilib berasizmi? Ya endi men yozib unda ham anavi manavi shulashyapti. O'ziga aytdim. Nima? Yozishga ishlatsa emas. Ha, yozib bering, hisoblab qo'yaman. O ish narsa emas. Ya просто o'ziga aytib qo'yaman deb. O'zi anaqa qilibdi. Hozir hisob kitob qilaman. Chiqib ketadi. O'zing jo'natib olasiz. Ha, siz ham bir xaym. Yo'q, undan keyin anaqa qilmaydi. Hech narsa demaydi, u tog'a, masalan, bu yerda Amin tog'aga ruxsat bor, ovqat yemas, yemaydi, anmay yeydi, yozmaslikda, chunki muzir chiqaradi, dinni oshdigani. Men 2 mal bo'lsa ham ovqat berishga nima. A bu tog'a chiqarmaydi, o'zi arkasi. Hali ham yozayotganda, bu esdan chiqib ketdi. Gap bilan o'taydi. Shundan bildim. Shunday mana aytaman, shunday yozib berdi. Yo'q, qo'rqasiz. Ya, просто Ha, ayting, familiyasi nima? Uni ham bilmaydi.